Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Gulsanam Mamazoitova bugun tongda 43 yoshda. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova 22-mart sanasida 43 yoshni qarshi oldi. Ushbu sana munosabati bilan quyida xonandaning bolaligi, san'atga kirib kelishi hamda oilasi haqidagi qiziqarli ma'lumotlar keltiriladi. Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga hech kim shubha qilmasdi. Chunki u farg'onalik hofiz Mamadali Mamazoitov xonadonida dunyoga kelgan. U oilaning kenja farzandi bo'lib, Otabek ismli akasi va Go'zalxon ismli opasi bor. Gulsanam otasi haqida intervyularida deyarli gapirmaydi. Buning boisi uning bolalik yillari ota mehridan ayro o'tganligida bo'lsa kerak. Gulsanam Mamazoitovaning onasi o'z davrining eng talabchan rahbarlaridan biri bo'lgan. Xonanda san'atga qiziqishiga aynan onasining rahbari bo'lgani ham sabab bo'lgani haqida so'zlab bergan. Rahbar insonning ishi ko'p bo'ladi. Shuning uchun singillarga qarash vazifasi akamga yuklatilgandi. U paytlarda akam musiqa maktabiga ham qatnardi. Ko'pincha meni o'zi bilan maktabga olib ketardi. U yerdagi muhit menga ham ta'sir etib, san'atga mehrim yanada ortgan. Ilk ustozim akam bo'lgan. U ovozimdagi o'ziga xoslikni aniqlab, qo'shiq aytishga mehr uyg'otgan. Bizni onamizning yolg'iz o'zi o'stirib, katta qilgan. Ota mehrini deyarli ko'rmaganmiz, lekin shunday bo'lsa ham onamizni kam qilmagan. Qo'ldan kelgancha tarbiya qilib, o'qitib, kerak bo'lsa, ko'chada erkak, uyda ayol bo'lib o'stirgan. Shu narsaning ta'siri bor. Onamning lafzi kuchli, bolam. Bir narsani kuching yetsa qilaman degin. Kuching yetmagan narsaga va'da berma deb haligacha o'rgatadi. Tarbiyamda shu narsa bor. Men yillar o'tib shakllanmaganman. Bu narsa qon-qonimga singib ketgan, deydi xonanda Gulsanam Mamazoitova. Gulsanam Mamazoitova bir muddat professional raqs bilan ham shug'ullangan. O'zbekiston xalq artisti Ma'mura Ergasheva va Sug'diyona Isroilovaga shogirdlikka tushib, keyinchalik o'z ansamblini ham tashkil etgan. Qo'shiq kuylashni erta boshlaganim uchun o'smirlikka o'tish vaqtida ovoz o'zgarish mutatsiya vaqti bo'lgan. Bu davrda vaqtincha qo'shiq kuylamaslik kerak, bo'sh qolmasin degan maqsadda onam meni raqs to'garagiga berganlar. 3-4 yil raqs bilan shug'ullandim. Ustoz ko'rdim. Raqs bilan professional shug'ullanish istagi bo'lmagan. Bo'sh vaqtni to'ldirish uchun xizmat qilgan xolos, deydi xonanda. Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga ota-onasi qarshi bo'lmagan, ammo akasi Otabek Muhammad Sohid unga bir nechta jiddiy cheklovlarni qo'ygani ko'pchilikka sir emas. Xususan, Otabek Muhammad Sohidning o'zi intervyusida cheklovlar haqida quyidagilarni ma'lum qilgan. Avval u singlimning milliy qo'shiqlar ijro etishini so'raganman, chunki o'sha paytda san'atda har tomonga yo'rg'alash, ohangi tushsa qo'shiq bo'ladi-da, qabilida ish qilish urfga aylangandi. Keyin liboslariga e'tiborli bo'lishini tayinlaganman. Bu mening ham akalik, ham ustozlik talabim edi, deydi xonanda Otabek Muhammad Zohid. Gulsanam Mamazoitova 2000-yili O'zbekiston Davlat konservatoriyasining sharq musiqasi fakultetiga o'qishga kiradi. 2006-yili esa magistrlik darajasini yo'qlab, shundan keyin bor e'tiborini ijodga qaratadi. Gulsanam Mamazoitova deganda ko'z oldimizda davlat tadbirlarida faol ishtirok etadigan va turli ko'rik-tanlovlarda ishtirok etadigan xonanda keladi. Haqiqatdan ham uning biografiyasini tanlovlarsiz tasavvur etish qiyin. U ilk g'alabasini kollejda o'qib yurgan kezlari qo'lga kiritgan, ya'ni 1999-yilda o'tkazilgan Yunus Rajabiy nomidagi ko'rik-tanlovda ishtirok etib, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Nihol mukofotini esa O'zbekiston Davlat konservatoriyasining 4-bosqichda o'qiyotganida olgan. Gulsanam Mamazoitova sozanda Sanjar Ahmedov bilan oila qurgan.
Sanjar Ahmedov O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan to'y xizmatlari va konsertlarida qatnashardi. U to'yda Gulsanam bilan tanishgach, bir oliygohda o'qishlarini bilishgan. Sanjar Ahmedov O'zbekiston Davlat konservatoriyasining Zarbli cholg'ular fakultetida tahsil olgan. U bir muddat ijod bilan shug'ullangan. Xonanda bilan oila qurgach, bor e'tiborni uning ijodiga qaratgan. U ayni kunda turmush o'rtog'ining ish boshqaruvchisi hisoblanadi. Bir qarashda Gulsanam Mamazoitova hammasiga osonlik bilan erishgandek tuyuladi. Ammo u ham ko'plab qiyinchiliklarni boshdan o'tkazgan. Jumladan 2 yosh oila qurgach moddiy jihatdan qiynalishgan, chunki o'sha vaqtda ikkisi ham talaba edi. Hammada ham bunday qiyinchiliklar bo'ladi. Balki hayot shunisi bilan ham qiziqdir. Muhimi ko'ngil xotirjam bo'lsa bo'ldi. Biror ishni boshlayotgan inson moddiy ehtiyojini birlamchi deb hisoblamasligi kerak. Agar shunday deb bilsa, u maqsadidan chalg'iydi, deydi xonanda. Xonandaning Mohijahon Begim va Abdug'affor ismli farzandlari bor, ammo uning ilk homilasi nobud bo'lgan va bundan ruhiy tushkunlikka tushgan. Gulsanam Mamazoitova 2 farzandini dunyoga keltirgandan keyin ham tezda sahnaga qaytishga majbur bo'lgan. Xususan, o'g'li Abdug'affor bilan chillalik davridan boshlab gastrol safarlariga borganini kulib eslaydi. O'g'lim 20 kunlik chaqaloqlik paytida Universiada sport musobaqalari o'tkaziladigan bo'ldi. Tashkilotchilar bolam kichikligini inobatga olib, shifokor, hamshira va haydovchilarni tayyorlab qo'yishgan. Xullas, bolalarim juda kichikligidan boshlab menga hamroh bo'lishgan, deydi xonanda intervyularining birida. Gulsanam Mamazoitovaga omad olib kelgan qo'shiqlar ko'p, ammo uning ruhiy tushkunlikka tushirganlari ham yo'q emas. Xonanda bu borada quyidagilarni ma'lum qilgan. Alla qo'shig'imning yozilish jarayoni juda og'ir kechgan, chunki bu qo'shiqda farzandini yoki o'zi o'stirgan yolg'iz ayol dardini kuylash kerak bo'lgan. Chunki bu dard o'z hayotimga begona emasdi. O'sha dardni ko'nglimdan o'tkazib kuylaganman. Holatimni ko'rib ovoz operatorimiz ham yig'lab yuborgan. Yig'lasangiz ovozingiz o'zingizga bo'ysunmaydi, hattoki gapira olmay qolasiz. Qiyinchilik bilan yaratilgan qo'shiq ko'pchilikka ma'qul kelgan, deydi xonanda. Ko'pchilik bu xonandani faqatgina davlat tadbirlari uchun ijod qiladigan xonanda deya tanqid qilishadi. Bunday tanqidlarga xonanda o'z munosabatini bildirdi. Tanqid o'rinli bo'lsa, e'tibor beraman. Davlat tadbirlarida ishtirok etish baxt, to'y xizmatlariga ham boraman, ammo ijodimning asosini konsertlar tashkil etadi. Bu baxt hamma xonandaga ham nasib etmaydi. Demak, men omadliman, deydi xonanda. Gulsanam unvon olish borasida hamkasblaridan ancha o'zib ketgan. U 2006-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 2013-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonlarini qo'lga kiritgan.